Ushbu bahaybat karkasimizni tom va devor qismlariga hozirgina 8000 kvadrat sendvich panelga buyurtmani qabul qildik. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bugun sendvich panelni dizayni haqida gaplashamiz. Do'stlar, ushbu binomizni qurilganiga 3 yil bo'ldi. Bunisi binomizni qurilganiga 2 yil va bunisi binomizni qurilganiga 1 yil bo'ldi. Xo'p, bugun sizlar bilan sendvich panellarini dizaynlari haqida gaplashamiz va videoni boshida aytib o'taman. 1 yilda bitta bino qurishyapti ekan deb o'ylamang. Ushbu binolarimizni tayyor bo'lishiga atigi 15-20 kunda vaqt ketgan va ushbu mijozimiz ko'p yillik mijozimiz bizdan 4 yil, 5 yildan beri hamkorlikda ishlab, mana shu bitta binolarni qilib, hozir mana 5-binolarni qurishni harakatini boshlashgan. Do'stlar, dizaynlariga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu mijozimizning binolariga seriya hamda oq rangda kombinatsiya qilib mana shunday dizaynlar chiqarib berganmiz va siz sendvich paneldan bino qursiz, biz xohlagan rangingizni xohlasangiz bitta binoga 5 xil, 6 xil rang ishlatmoqchi bo'lsangiz, shuni ham chiqarib bera olamiz va eng afzal taraflari siz tashqi tomonining ranglarini alohida, ichki tomonining ranglarini alohida aytishingiz mumkin. Shunday ekan do'stlar, siz hali ham sendvich paneldan bino qurishga o'ylanib turgan bo'lsangiz, umuman o'ylanmasdan albatta sendvich paneldan bino qurishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardik. Ushbu mijozimiz ham oldin sklatlarni, angarlarini g'ishtdan qurishgan va hozirga kelib 4 yildan beri mana sendvich panelga o'tib olishgan va juda ham mamnunlar. Do'stlar, kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi. Bizni Instagram hamda YouTube ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boringlar. O'z kanalimizda qurilish va sendvich panel haqida barcha yangiliklarni sizlarga ulashib boramiz.